Assalomu alaykum. Bugun 1-aprel. Ochiq dala pomidorlarimiz ancha o'zgarib qoldi, palaklar yozib. Suzanna Plus Sakata firmasiniki. Avvalgi videoda aytib o'tganman, shu qachon ekilgan sanalari. 1 gektardan ziyodroq joyga ekilgan. Ancha o'zgarishi yaxshi hozircha. Tomchilatish qilingan. Atplyonka ustidan duga tortganmiz. 1 gektardan ziyodroq joyga. Hozircha ketishlari yaxshi. Xudo xolasa qo'yib boraman. Shu avvalgi videoda oziqlantirish bo'yicha ham savollar bo'lgan ekan. Tomchilatish orqali birinchi oziqasiga 13-13 20 kilo NPK bo'ladi bu. 13% azot bor tarkibida. 40% fosfor, 13% kaliy bor. O'sha ildizlar start olishiga yaxshi oziqa. Fosfori ko'proq NPK. Shundan 20 kilo, temirdan 1 kilo 6%. Keyin roter ham 30% organik moddalardan tashqari foydali zamburug'lar bor tarkibida. Trichoderma viride, Trichoderma arzanium bor. Keyin Bacillus subtilis degan bakteriya bor. Ildiz atrofidagi patogen zamburug' bakteriyalarga qarshi yaxshi ishlab beradi. Undan 4 litr roterdan shular uchalasini berganman. Keyin yana keyingi oziqasida kalsiy nitrat 28 kilo berdim, shu 1 gektardan ziyodroq joyga. Kalsiy nitrat, keyin izobion 5 litr. Izobion bu aminokislotal oziqa. Kalsiy nitrat 28%. Kalsiy nitrat 28 kilo. Tarkibida 26% kalsiy bor. Yana plus 15% azot bor, nitrat ko'rinishidagi azot. Shu ikkinchi oziqasiga shundan berdim. Ertaga endi bir toza suv berib borsak, keyingisida yana shu 13-13 beraman temir bilan. Keyingilar ketaveradi, keyin oziqlantirishlarni ham aytib boraman. Bargidan ham beramiz. Hozir endi salafan bo'lgani uchun bargidan berish sal noqulaylik bo'lyapti. Lekin bargidan ham shu mana tekischalar bor, shu orqali beramiz. Yana ham shu tekischalarni ko'paytirib bargidan 10 litr suvga kalmak plus izobion yoki rival. Kalmak bu 25 gram, izobion ham 25 gram aralashtirib beraman. Kalmak kalsiy magniyli oziqa, izobion aminokislotal oziqa. Keyingisida bargidan 0,40-48 bu ham NPK ni suyug'i. 40% fosfor bor, 48% kaliy bor tarkibida. Plus yana aminokislotal oziqa. Shu ikkalasini berib olsak yaxshi ketadi. Amafos yoki selitra, karbamidlar umuman berish niyati yo'q. Faqat shu NPKlar bilan, makro mikroelementlar bilan ishlash. Bu pomidorning o'ziga ham, keyinchalik hosiliga ham juda yaxshi ishlab beradi. Hosilni ham, ta'miga ham yaxshi chiqadi. Qattiqligi ham
shirinligi ham 1-2 ham baland chiqadi. Biz hozircha shular. Keyin qo'yib boramiz, xudo xolasa.